Bugun turmush o'rtog'im Oybekam bilan qanaqa tanishganligimiz haqida gaplashamiz. Meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 100% men bilan zerikmasliginglar aniq. 2024-yil 10-sentyabr men turmush o'rtog'im bilan tanishgan kunim. Endi 4-kursimiz boshlangandi. Birinchi kun o'qishga borib kelgandim. O'qishdan uyga keldim, keyin menga oyim mana shunaqa sovchi telefon qildi. Bugun kelisharkan deb aytdilar. Taqdir taqozosimi bilmadimmi, o'sha kuni birinchi marta kelishganidayoq men Oybekam bilan ko'rishdim. Men 3-marta ko'rishmaguncha ismlari Oybekligini bilmaganman. Keyin bo'lsa men ko'rishgan yigitlar hammasi faqat ovqat qila olasizmi, uyda yeb olasizmi, shirinlik yeb olasizmi deb savol berishadi. Turmush o'rtog'im bo'lsa birinchi ko'rishlardayoq to'ydan keyin nima qiladi deb so'raganlar. Keyin men aytganman, planim baxtli bo'lish deb. Shu bilan ko'chada ko'rishib, gaplashib ko'raylik siz bilan deb aytganlar. Keyin 15-sentyabr kuni biz ko'chada ko'rishib ko'rganmiz. Sarqosilam hayotimda bir marta ko'rgan, dasha hali ismini bilmaydigan insonim bilan men 5 soat gaplashib o'tirganman. Lekin nima haqida gaplashganim haligacha esimda yo'q. Shunaqa qilib biz sovchi orqali turmush qurdik, lekin necha yil gaplashib sevishganlardan ko'ra bir-birimizni ko'proq yaxshi ko'ramiz. Ko'chada gaplashib, ko'rishib kelganimizdan keyin ikkalamiz ham rozi bo'ldik. Turmushga chiqmagan qizlar, sizlarga maslahat. Hech qachon 20 ga kirdim, 21 ga kirdim, yoshim katta bo'ldi, turmush qurishim kerak deb duch kelganiga turmushga chiqib ketmang. Peshonamizga yozilgani, ko'rganimizda yuragimiz chizilgan inson albatta qarshimizdan bir kun chiqadi. Shu bilan biz Oybek Nigora juftligi bo'lib ketdik. To'yimiz bo'ldi va baxtli yashab kelamiz, Xudoga shukr. Sizlarning tanishuvinglar qanaqa bo'lgan, qanaqa qiziq voqealar bo'lgan, albatta kommentariyada yozib ketinglar. Hammasini o'qib chiqaman.